Fotolampani olganda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Pulingizga kuyib qolmasligi uchun yoki aldanib qolmasligi uchun. Qani boshladik, xudo xolasa manfaatli videolardan bo'ladi. Birinchi navbatda, ya'ni fotolampa qo'lbola emasligini e'tibor bering. Ayniqsa kabellarga e'tibor bering. Har xil simlar yoki izolenta o'ralgan elektrlarni o'zi qilgan kabeldan qilingan fotolampalarni olmang. Sababiki necha yillar davomida siz farzandni tillab niyat qilib olgansiz va mana shu narsani qanaqadir bir farzandingizni sog'lig'ini mana shunaqa narsaga, tasodifiy narsaga qo'yish bu arzimaydi. Endi bunda olganingizda kabelda hamma narsasi e'tibor bering, zavoddan qilingan bo'linishi kerak va buni isbotlovchi eng muhimi, ya'ni sertifikat bo'lishi kerak. Mana bu kompaniyadan olingan sertifikat, pechatlarini ham bostirib olganman. Ya'niki mana shu kompaniyadan qilingan korobchni, ya'ni fotolampa ekanligini isboti bu. Va nechinchi yilda chiqqan, qanaqa xususiyatlarga ega hamma narsasi bor. Va bitta narsani aytib ketaman, ya'ni LED lampa 450 ta 460 nanometrli men o'zim tekshirib olganimda, ya'ni ko'k spektrli. Va bu ko'k spektrni siz qanday bilasiz desa, hozir men sizlarga yoqib, uni xususiyatini tushuntirib beraman. Mana ko'rganlaringizda och ko'k bo'lib yonishi kerak. Ayni yoqib ko'ring, mana shunaqa yonsa, demak bu ko'k spektrli. Buni tarkibida infraqizil nurlar, ya'ni bolani sog'lig'iga yomon ta'sir qiladigan nurlar yo'q, qo'rqmasangiz. Agar u qoramtir ko'k yoki qoraroq yonadigan bo'lsa, u lampani olmang. Tekin bersa ham olmang. Chunki unda juda ham ko'p, ya'ni zarar yetkazuvchi nurlar ko'p. Bundan tashqari mana LED lampalari 150 ta kichkina lampochkalardan, ya'ni ta'minlangan 5 qatorda va bularning hammasi ishlaydi. Agar mana bularni qaysidir ishlamasa yoki miltillovchi, yonuvchi korobkali yoki lampalar bo'ladigan bo'lsa, uni ham olmang. Sababiki bunda asnoshение bir xil bo'lmaydi, ya'ni nurlanish bir xil bo'lmaydi va buni samaradorligi bolangizda bilirubindan qolib ketadi va samaradorlik sariqlik ketmaydi. Xuddi shunaqa holatda buni korobchni nisi qanaqa holatda bo'yi, ya'ni eni qanaqa bo'lishligi kerakligini inobatga oling. Bu 47 santimetrligini olganmiz. Nima uchun 47 santimetr? Bola chaqaloq tug'ilgan vaqtida 52 santimetrgacha norma hisoblanadi. Endi qolgan 5 santimetr ko'ziga ayni nurlanish tushmasligi uchun sal teparoqqa yotqizib qilinadi degan maqsadda olinib qo'yilgan. Eni bo'ladigan bo'lsa 20 santimetrda tashkil etadi. Ya'ni bola sig'aydigan. Balandligi, chaqaloqning balandligi nisbatan maksimal 20 dan 40 santimetrgacha bo'lgan. Buni eng zo'r olingani bo'yi 24 santimetr. Ya'ni hamma nüanslarga e'tibor berishga harakat qilganmiz. Undan tashqari e'tibor bering,